Comeback is real. Biz qaytdik. Assalomu alaykum azizlar, bizni kuzatib borguvchi obunachilar. Ixtiro ustasi yana comeback qildi. Biz sizlarga taqdim etgan drift trackimizni biz go-kartga aylantirib yubordik. Ya'ni bu oldida ham ikkita balon bo'ladi, rul bo'ladi, 4 tomonlik go-kart, kvadrat sikl bo'ladi. Ko'rib turganingizdek orqa tarafini tayyorlab qo'ydim. Endi faqat oldi tarafi qoldi. Buni birgalashib endi tayyorlaymiz. Oldi tarafga rulni qo'yamiz, ikkita balon qo'yamiz va rulover rekalarini yasab qilib chiqamiz bu yog'ini. Endi video davomida ko'rib borasizlar, birgalikda qilib boramiz. Uzoq tanaffusdan so'ng biz yana qaytdik, azizlar. Xo'p, bu tomonimiz motorni qo'ydik va seplarni hamda zo'zichkasini kattarog'idan qo'ydik, shtobi motorga kuch kelmasligi uchun. Ko'rib turganingizdek, bu taraf, orqa taraf tayyor. Bu karkasimiz, aytib o'tsak, bu karkas hozircha Chernovoy, ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerda svarkalarini fuflo, ya'ni yaxshi qilmaganmiz. Chunki bu Chernovoy bo'lib, belovoy qilib, chiroyli qilib, go'zal qilib boshqa qilib chiqamiz karkasini. Ya'ni mana bunday holatda hozir video suratini qo'yaman. Mana shunday holatda qilib chiqishga harakat qilamiz. Bu oldin drift track edi. Endi buni go-kart qilyapmiz. Drift track holatidaginisi rasmi mana shunday edi. Endi buni oldin kesib tashlab turib, 4 tarafli qilib turib, go-kart, drift, ya'ni kvadrat sikl qilishga harakat qilamiz birgalikda, azizlar. Ko'rib turganingizdek, joyingizga yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Bu taraflari a'lo darajada chiqdi, motorimiz hamda splinamiz o'z ishini yaxshi bajarmoqda. Endi esa bu yer sidinasi bo'ladi. Old taraf rul bu yerda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. O'tirganda mana yerda gaz va tormoz bo'ladi. Bu yerda balon, ikkita balon qo'yamiz. Orqada mana tormozni bu yerga qo'yamiz. Tormozni qo'yib turib, rul bu yerda bo'lsa, ko'rib turganingizdek, mana shu holatda chiqish kerak. Xo'p, shunaqa gaplar, azizlar. Agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosing hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ixtiro ustasi comeback qilmoqchi. Ya'ni qaytdik biz va yangi natijalarga erishishga harakat qilamiz. Xo'p, tinch bo'ling, omon bo'ling. Kanalimizga obuna bo'ling.